yaxshilik bor. Bor. Salomat O'zbekistondagilarga. Aziz qarindorlar, qora aka tanisizlar. O'zbekistonga jo'natyapman. Agar O'zbekistonga qonunning oldida o'z oyog'i bilan javob bergani o'zi ketyapti, xohishi bilan. Nimadirlar bo'lib qolib, yo'q bo'lib qolsa qo'yaman. Shundayda gaplarim chiqadi. Akalarim, opalarim, singillarim, Allohning uyidan mana to'g'ri O'zbekistonga ketyapman. Qilgan ishlarimdan juda qattiq pushaymonman. Borib endi qochib yurish maqsadida emas, to'g'ri o'zimni oyoqlarim bilan borib qonunning yonida ham javob berishga tayyorman. Qonundan bitta narsani so'rab qolaman, yengillikni. Va agarda mabodo agarda yo'q bo'lib qolsam, mana shu 1-2 kunlarda ichida mana shu videoni Sardor aka qo'yadi, tarqaladi shu video. Shuning uchun o'zbek tushunyapti. Agar 2 kun muhlat O'zbekistonga e'tiborli video qo'ymasang, mas video qo'yaman. Bor. Salomat, yaxshi bo'lingansan. Kamchilik ham sog'. Salom.